Assalomu alaykum. Ben bugün Azerbaycan yurtimizni Baku shahrina Azerbaycan Milliy Ilmlar Akademiyasi Folklor instituti tomonidan tashkil qilingan konferensiyaga O'zbekistondan tashrif buyurdim. Ben bugungi kunda Xorazm viloyatida faoliyat olib boraman. Filologiya fanlari doktori professor Nasiba Sabirova aynan Türk dunyosida turkiy davlatlarni, O'zbekiston va Ozarbayjonni birlashtirgan urf-odatlar, an'analar, folklor, xalq og'zaki ijodi, shuningdek bizning dostonlarimiz, qo'shiqlarimiz, afsonalarimiz, maqollarimiz hammasi bir-birine uyg'un holatda. Va bugun o'tkaziladigan mana shu xalqaro konferensiya o'ylaymanki, Turk dunyosidagi olimlarni birlashtiradi va folklor yo'nalishida, turkologiya yo'nalishida yuzaga kelgan muammolarda o'z yechimini topishga yordam beradi deb hisoblayman. Bugungi kunda turkiy davlatlarni birlashtirib turgan jarayon bu ayniqsa bu xalqni oldingi an'analari, urf-odatlari, an'analari, qadimiy ijodiy yodgorliklar. O'zbekiston va Ozarbayjonni shu bilan birgalikda Ozarbayjon Ilmlar Akademiyasi Folklor institutini, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi O'zbek tili adabiyot folklor instituti o'rtasida tuzilgan memorandum asosida ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Aynan bugungi kundagi xalqaro konferensiya ham mana shuni yaqqol namunasi hisoblanadi. Va biz mana shu konferensiyalar orqali yuzaga kelgan ilmda, ilmiy tadqiqotlarda yuzaga kelgan muammolarni folklor yo'nalishida, turkologiyada, xalq og'zaki ijodida va oddiy qilib aytadigan bo'lsak, masalan, Go'ro'g'li dostonni O'zbekiston va Ozarbayjon versiyalari bor. Ularni qiyosiy holatda o'rganish ham bu turkiy tilli davlatlar uchun, umuman xalqimiz uchun asosiy bir adabiy meros sifatida qoladi va biz yoshlarimizga buni o'rgatamiz. Hurmatli xalqaro konferensiya ishtirokchilari, butun turkiy dunyodan tashrif buyurgan olimlar, hamkasblar, barchangizga mana shu xalqaro konferensiyada omadlar, uğurlar tilayman. O'ylaymanki, fanimizda yuzaga kelgan muammolarga biz albatta sizlar bilan birgalikda yechim topamiz va takliflarimizni ishlab chiqamiz. Konferensiya ishiga omad tilayman. Barchaga katta rahmat.